Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Şarkı Türkistan avazının gündelik haberlerini görüşünden karşılayız. Türkiye Soti, Cemaat Erbabı Abduqadir Yapcan hakkında çıkarılgan nazaret astıda tutuş kararını uzattı. Amerika Adliye Ministerliği 5 nefer Xitay hacker üstünden arız kıldı. Amerika'nın muavin devlet işleri katibi Tayvan'da ziyarette bulundu. Endonezya Xitay virüs yuqumunun aldını eliş üçün maske takımı gallani qaza qıgallağa qabri kolaş bilen cezalamakta. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mezmunları olsun. Erkin Asya Radyosu xabardan bu yıl 12 fevral İstanbul Çağlayan'daki Sot Mahkemesi'de 2,5 yıl Türkiye'nin tutup duruş orulları durgan Uyghur Cemaat Erbabı Abduqadir Yapcan üstüden sot hüküm çıkarılıp, Abduqadir Yapcan'ın nazaret astıda turuşunun devam kılıdığanlığı elan kılıngan idi. 8 sentabr Abduqadir Yapcan yeni bir qatim sotlanıp, mazkur jaza uzartılgan. Bu qatim sotqa Abduqadir Yapcan'ın advokati İbrahim Ergin qatnaşqan bulup, sot İstanbul vaqti 15'te başlangan. Aldı bilen Abduqadir Yapcan'ı aqlaş üçün İbrahim Ergin Xitayning Abduqadir Yapcan'ı cinayet artış üçün ko'rsatgan dalil paketlerden onu jazalashga yeterlik dalil paket bolamaydiganligini o'ttirib qo'ygan va Türkiye qonuni bo'yicha Abduqadir Yapcan'ın cinayet yo'qligini, onunga berilgan jazoning darhol bekor qilinishini talab qilgan. Oxirida sud hukm chiqarib Abduqadir Yapcan'ın nazorat ostida turishining davom qiladiganligini, yana bir qatimliq sudning 2021-yili 11 martda ochildiganligini e'lon qilgan. Erkin Asya Radyosu'nun muxbiri sotning jarayoni to'g'risida texmo tafsili ma'lumot egallash uchun Xitoy tarafidan atalmish terrorchi deb ayblangan Abduqadir Yapcan bilan telefon suhbati qilgan. Abduqadir Yapcan o'zining Xitoyning tuhmat qilishi bilan 2016-yili 11 avgustdan 2019-yili 2 fevralgacha 32 oy tutib turish yerlarida yotganligini, Xitoyning dalil isbotsiz holda Turkiyaning o'zini qaytarib berishini talab qilganligini, o'zining 19 yildan buyon Turkiyada turayotganligini, qonunga xilof ish qilmaganligini bayon qilgan. Advokat İbrahim Ergen muxbirning ziyoratini qabul qilganda, Turkiya sotining aslida qonun bo'yicha Abduqadir Yapcan'ga bergan nazorat ostida tutib turish jazosini amaldan qoldirish kerakligini. Lekin Xitoy hukumati 3 oy ilgari Abduqadir Yapcan to'g'risida 68 betlik ayblashnomani sunganligi uchun hukmni uzartganligini bildirib, Turkiya hukumatining qonuniy jihatdan uni Xitoyga qaytarib bermaydiganligini bayon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Abduqadir Yapcan'ga musofirlik salohiyati berganligini, shundaqla Turkiya asos qonun sotining Abduqadir Yapcan'ni Xitoyga qaytarmaslik to'g'risida qarori va Yevropa kishilik huquq sotining Abduqadir Yapcan'ni hech qanday bir davlatga qaytarib berishga bo'lmaydi degan qarorim borligini, buning asosan Turkiya hukumatining Abduqadir Yapcan'ni Turkiyadan haydab chiqarib yetamaydiganligini, Xitoyga qaytarib bermaydiganligini eskartgan. On 6 sentabrda Amerika Adliya Ministerliği Xitoy hakkerlar tashkilotining tor hujumiga qarshi moslashtirilgan va keng ko'lamda harakat qo'llanganligini e'lon qildi. Uning ichida 5 Xitoy fuqarosining ustidan ariz qilgan va ularga yordam berish bilan ayblangan Malayziyalik 2 savdogar qo'lga olingan. Amerika Adliya Ministerligining muavin bosh taftishi Jeffrey Rosen çarşamba gündeki muxbirlarning kutib olish yig'inida yuqori darajalik izchil davomlashgan tahdid 41 hakkerlar tashkilotining yomon g'arazlik tor hujumiga moslashtirilgan va keng ko'lamda harakat qo'llanganligini e'lon qilib, 3 turlik ayblash bilan 5 Xitoy fuqarosining dunyoning har qaysi joylarida 100 dan ortiq shirkat va shaxsiy mulklarga, maxfiy savdo uchurlari va sazgur uchurlarini o'g'irlagan hakkerlik qilmishini Malayziyalik 2 fuqaroning hakkerlarning nishonni tepishiga va hakkerlik kirim qilishga yordam berganlik uchun arz sunilganligini bildirib, qonun ijro qilish aparatlari 5 Xitoy fuqarosini sotlash va 2 malayziyaliklarni qo'lga olgandan boshqa Microsoft, Facebook va Google qatorliq 7 xususiy shirkat bilan hamkorlashib, bu hakkerlarning harakatini to'smoqchi bo'layotganligini eskartgan. Ayıplash hujjatiga qaraganda hacker deb ayblangan bu javobgarlar ta'minlash zanjiri hujumi bilan shug'ullanib, dunyoning har qaysi joylaridagi torlarni ziyorat qilish orqali to'lam pul hujumini qo'zg'atib, ziyonkashlik uchirg'uchidan pul to'lashni talab qilgan. Ziyonkashlik uchirganlar Amerika, Avstraliya, Braziliya, Germaniya, Hindiston, Yaponiya va Shvetsiyaga joylashgan shirkatlarni o'z ichiga olgan. Federatsiya taftish amaldorining aytishicha, ularning nishoni telegraf shirkati, hukumatlar, mudofaa shirkatlari, ma'rif va yasimichilik ekan. On 6 sentabr Amerika hukumati muavin tashqi ishlar ministri Clarkni Tayvanga avatib, sobiq prezident Li Tengxuyning qo'shilish xotirlash murosimiga qatnashadiganligini e'lon qildi. U 1979-yili Washington va Tayvan diplomatik munosabatini uzgandan keyingi Tayvanni ziyorat bo'lgan Amerika Davlat ishlari mahkamasining eng yuqori darajalik amaldori. Bundan ilgari Clarkning Amerika Tayvan yuqori darajalik iqtisodiy suhbati o'tkazilganligi xabar qilingan. Ammo Tayvanning Amerikadagi vakili bu iqtisodiy suhbatning Tayvan ziyorati jarayonida ilib berilmaydiganligini dalillagan. Davlat majlisining bayonotchisi Morgan Ortagus bayonot e'lon qilib, iqtisodning eshishi, energiya va muhit ishlariga mas'ul muavin katib Kate Clark Tayvanga berib,
sobiq prezident Li Tengxuining 19-sentabrdagi xotirlash murosimiga qatnashdi. Amerika Tayvan bilan bo'lgan kuchli kirishimizni va o'rtaq siyosiy, iqtisodiy qimmat qarshi bilan hayotiy kuchga to'lgan demokratiyani saqlab, prezident Li Tengxuining mirosini aslaydi degan. Tayvanning iqtisod ministri Wang Meiho chorshanba kuni Tayvan taratqullariga Tayvan Amerika iqtisodiy suhbati Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi hamkorlikni kuchlantiradiganligini, Clarkning vakillar o'mikini boshlab Tayvanni ziyorat qilishini qizg'in qarshi olganligini, Amerika yuqori darajadagi amaldorlarining bu Tayvan ziyaratining mohiyatlik va simvollik ahamiyatga ega ekanligini, Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi munosabatning yana bir qadam ilgarilaganligini, Clarkning Tayvan ziyaratining konkret musofasini Tayvan tashqi ishlar ministrligining tushuntirganligini bildirib, bu qadimki ziyorat faqat sobiq prezident Li Tengxuining xotirlash murosimiga qatnashish ekanligini, iqtisodiy dialog nurg'un taraflarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, Amerika bilan shakl, tema va vaqt o'rlashtirish to'g'risida davomli suhbatlashayotganligini, vakillar o'mikining oldi bilan fikr almashtirib, keyingi iqtisodiy suhbatga texim atrofli tayyorlik va o'rlashtirish bo'lganligini ta'kidlagan. Tayvan tashqi ishlar ministrligining aytishicha, Clark Tayvan ziyorati jarayonida prezident Tsai Ing-wen va Tayvan hukumati bilan o'zaro fikr almashtirdi ekan. Maska taqash Xitoy virus yuqumining oldini olishdagi muhim tadbirlarning biri. Ammo ba'zi kishilar maska taqashni faqat xohlamaydi. Bu sababdan Indoneziya doiralari yangi jazo usulini yo'l qo'yib, maska taqashni xohlamaydiganlarni Xitoy virus yuqumini sababidan qazo qilganlarga qabri ko'lash bilan jazolab, maska taqmay Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning o'limdan boshqa davosining yo'qligini bildirgan. Kermi rayonining boshlig'i Soyunu navbatda qabristonlik qo'laydigan faqat 3 kishi borligini, shunga maska taqmagan kishilarni ular bilan birlashishga avatib, 2 kishi bir guruh bo'lib, bir kishi qabrini ko'lashga, yana biri jasad sanduqini yulaydigan yog'och taxtaylarni qo'yishga mas'ul bo'lganligini, bunday qilish orqali xalqlarga Xitoy virusi bilan yuqumlanib qolganlarning hech qanday davosi yo'qligini, shiddat bilan yo'qib tez o'ladiganligini, maska taqashning intayin muhim ekanligini ta'kidlab eskartgan. Jakartada yana bir qism kishilar maska taqmaganlik uchun jasad sanduqida 1 soatini yetish bilan jazolanib, Xitoy virusiga sal qarab o'zini va boshqalarni virus yuqumidan saqlamaganning oqibatining shu jasad sanduqi bo'lganligini jalloq ko'rsatgan. Indoneziya dunyodagi nufusi eng ko'p 4-davlat bo'lib, 16-sentabrgacha Indoneziyada Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 228993 ga, qazo qilganlarning soni 9100 ga yetgan. Ammo haqiqiy sonliq ma'lumotlar buningdan yuqori deb qaralmoqda. Buningdan boshqa Indoneziya tibbiy xodimlarining o'lish nisbati Osiyo davlatlari ichida eng yuqori bo'lib, dunyo bo'yicha 4-o'rinda turdi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.